Merhaba sizlerden yana Kral. Kamran Play kanalı dostlar. Короче, o'sha videoni keyin uncha ko'p ko'rishmaydi do'stlar, chunki men kontrdan chiqardim. Kontrdan ham chiqarib ko'ring qani ikkitagina obunachim bo'ldi. Mayli do'stlar, короче biz hozir Minecraft o'yinida video qilib ko'ramiz. Endi biz daraxtlarni sindirib olamiz. Daraxtdan esa keyin 20 ta olamiz. Bersak yasaymiz. Bundan yasaymiz. Bo'ldi deymiz. Shuni qo'yib, shuni qo'yamiz. Bitta bundan yasaymiz. Keyin esa bundan. Birdaniga yerga tushib ketamiz. Bizning maqsadimiz chiroylikkina bitta uy qursak bo'ldi. Dixuya joydan dixuya qilib bitta uy qursak yaxshi bo'ladi do'stlar. Mana bizga juda ko'p tosh kerak. Tepaga chiqib olamiz. Endi bundan bitta bo'ldi. Bundan bitta qilishdan yo'q. Qilishdan bitta. Bola endi biz nima topishimiz kerak? Topdinglar, millionta daraxt olishimiz kerak. Qani 1 2 3 bolalar menda 64 ta stak bor do'stlar. Menimcha bu yetib ortib qoladi. Do'stlar, bo'ldi. Endi bizga tosh kerak. Tosh qayerdan olib bo'ldi. O'rmon qura olishar bo'ldi. Ikki olasanmi pulga bir? Mana. Yo'q bo'ldi. Qo'l qazashdim. Kishi. Qazashdim ay bo'ldi. Yo'qda esa bekor qildim-da. Shu bilan o'ynashib bekor qildim. Nima qilardim? Ko'tim qichib. Mana ham ko'tim qichib qoldi-da. Nima dedim? Keyin qayerga ketdim? Yo'q, mana situation qildim. Bolalar, nima bo'ldi o'zi? Situation bo'ldi. Nima bo'ladi? Qani o'sha sherni topsam hozir kutiga beraman. Bo'ldi, hech narsa olmadim. Bo'ldi, ko'timiz qichmasin bo'ldi. Endi biz kerkani olamiz. Puf etib